hozir krislarni budalari bo'ladigan uyga keldik. Budalari bo'ladigan uymidi. Quloqchalari. Qarangiz hamon o'tirgan joyda yonbosim cho'ntagimiz yo'q. Bularning ichida o'zlarini Nimasi bor edi buning ichida? bularning ichida Kuchujan, keyin yana kim bor ekan? Chiroyli. Lekin juda ham ochib ko'rgim kelyapti. Ochib bo'lmaydi deydi. Buni qaranglar. Bu menimcha ibodat qiladigan joylari. Buni qaranglar. Xullas, qiziqarli joy bo'lsa kerak. Lekin chiroyli. Haykallarni kimga ko'rsa? Kimga o'xshatasan? Bunaqaga qo'yaman, videoga qo'shaman ular. Ko'rta ayta haykal bor ekan. Bitta o'zi ko'rsa bo'ladi. Boshqa qiladi. Buning ichida nima bor ekan? Voy, ana uychalari. Setkaga o'rab qo'yishibdi haykalchalarni. Qarochi aytdi ish bor ekan. Suv shirin ekan. 3 ta bakochkada bor ekan. Oy. Yomg'ir yoqqaniga nima bo'pti? Yo'llar sirpanchiq bilan. Chiroyli joy ekan lekin bunday qaraganda. Shu bilan attagi kichkina joydagi ekspeditsiya tugadi.